Assalamualaikum qarindoshlar. Endi bu qitimli videoda şu LM Studio'daki modellarni OpenWeb UI orqali o'sha tor ko'rgich yuzida mang'uzishni ko'rib chiqishni o'ylashdim. Oldingi videoda o'g'lanmadagi modellarni sinagan, o'ngishli bo'lgan. Ammo LM Studio'ni qilinmagan. Marketim avval LM Studio'ni qilib beqib, o'g'lanmani sinab beqish o'ylashyaptim. Endi boshlab kelsak, LM Studio'ni tushirib qo'ygan mendagi modellar mushular bor. Endi bundan oldin qitim o'g'lanmada saqlanib qolgan, ya'ni yasab qo'ygan konteyner bor-da, Docker'dagi. Docker'dagi konteynerni qayta qo'zg'atish orqali boshlab ketamiz endi. Men buni Docker'ni qo'zg'atib bo'lish o'zigidan menib ketibdi bu. Endi o'sha holatda men buni localhost kirib qo'yay. Va buni kiritdi-da, mana kirib ketdi. Ama modullar yo'q. O'sha holatda LM Studio'dagi modullarni sinab qo'yay. LM Studio'dagi modullarni shu OpenWeb UI'dan mang'uz uchun avval shu modullarni bir qatim o'rlashtirishimiz kerak. Shu LM Studio'ning o'zigida nima degan gap degan vaqtda bu qaysi modullarni ishlatmoqchi bo'lsak, shu modullarni odatda savol so'rab qilgandimi, o'sha yerdagi modullarni tanlash to'g'ri keladi-da. Shunga o'xshash mulozim turishni mang'uz uchun o'sha yerdagi modullarni avval load, ya'ni o'rlashtirishimiz kerak. O'sha kichik normal tipdagi modullarni o'rlashtirib sinab qo'yay. Shikil chiqib bo'ldi. Bunda men hozircha shu ikki modulni chiqarib sinab qo'yay. Modullarni chiqarib oldik, hamda bu yerdan mulozim turni, ya'ni serverni mang'uz etdik-da. Yani bunu mang'uz etdim, men adresini chiqarib berdi. O'sha yerdagi adresni o'zi chiqarib bergan, ya'ni modullarni tushirib oladigan, ya'ni modullar o'rlashgan adresni men OpenWeb UI'ga ulayman. Bu ulash uchun o'sha yerdagi tangshakdagi ulash orqali modullarni yüklaymiz. Mana yutib qo'shay qayta. Bu yerda adres. Nimada bunu chapildi, API ki yozmasak bo'ldi. Bu yerda buni o'rlashtirib qo'yaylik. O'rlashtirib qo'ysam bu network problem bilan bunu ulanmadı. Yani ben bu yerdeki modulni o'chirmoqchi. Sebebi şu modul va hujjatni emas, şu ana hujjat, ya'ni asos main folder v1 bo'ladi ekan bu yerda. Çünkü adres bunun keyin v1'ning keyinda modul bo'lg'ashqa ma'nodagida. Modul degan folder, ya'ni hujjat qisqichning ichida modullar bor. Uni bir oldiga maqsaq v1 degan hujjat ana hujjat bo'ladi. Ba'da shu sababdan men bu yerda ana hujjatni modul degan hujjat bo'lmagandan keyin ana hujjatni sinab boqay. Ana hujjatni qilsam o'ngishli uzandi-da, bu lozimdir. Holatda. Buni o'chirib paran qilib boqayda bunga. Avval modullar kirib bo'libdi-da, mana ishga tanlagan modul kirib bo'libdi. Yani bu o'ngishli bo'ldi. Yani LM Studio'dagi modullarni o'sha OpenWeb UI, ya'ni bu o'sha tor ko'rgich yuziga o'ngishli yukladik-da. Buni sinab boqsam, endi o'zim kichik modul ochqa suratni aytib tez bu yerda. Demak buni ishlaylikli bo'ldi-da, ama LM Studio'ning o'zini qo'yib shu tor ko'rgich yuzida ishlatgili bo'ldi-da buni. Mananga yaponcha salom berib boqay. Bu men tez
Bunun işlekli bo'ldi da. Endi men Elem Studio'daki modellar oңuштук OpenWP yüklendi. Şu tor көргүчүдө işletiladigan adet keldi de. Endi bu yerdeki hazır qilgan mashg'ulotlarni qisqacha yig'inchoqlab baksak, avval Elem Studio'daki modellarni yükledik. Elem Studio'nun o'ziga, andan keyin mulozimlarni qo'zg'atdik. Andan keyin mulozim chiqarib bergan mana o'sha adresini shu supudagi Tanshakning ulash orqali meshaga choplab saqladik. Bu choplab vaqtda mesha ta'minlab bergan modelga adres bevosita choplash bo'lmasdan ana hujjat, ya'ni asosli folderning o'zini choplagan bo'ldik-da. Shuni choplagandan keyin saqlab etdik, modellar meshaga chiqdi. Ya'ni biz Elem Studio'ga yüklegan 2 tane model meshaga chiqdi-da. Qisqacha hozir mashg'ulotlarni yig'inchoqladik. Shunday qilib o'sha Elem Studio'dagi modellarni tor ko'rgich yuzida sinay oladigan holatga bo'ldi-da hozir qilgan mashg'ulotlarimiz ichida. Endi shu olamadagi modellarni Elem Studio model bilan birga yig'inchoqlab shu OpenWP UI, ya'ni shu supuga yukli bo'lamdi, yo'qmi shuni sinab beqishni o'ylashdim. Buning uchun avval ulamani qo'zg'atay. Ulama to'liq emaskan. Bunda 4 tane model bor ekan. Buni qo'zg'atgan bo'ldim hisobda. Shundan miyaga qo'zg'atilganda chiqdi-da bu. Endi bu holatda bularmi? Oy, mana modellar ko'payib qolibdi. Chiqqan o'xshaydi. Mana modellar. Söylesek bakay. Illava Mission kema shuni o'qish keldi. IBM'ning modeli. Mission Late. Demek bu chiqdi-da bu yerga. Demek o'ngishli bo'ldi-da. Baqitim. O'sha ulanmadik modellar bilan Elem Studio modellarni UPUI, ya'ni tor ko'rgich oldidan localhost adresga yüklab ikki supuningki, ya'ni ulanma bilan Elem Studio bor ikki o'xshamagan supudagi modellarni meshaga yig'inchoqladik-da. Men bu ulanmadik modelni sinab bakay. Ulanmadik avval kichikroq modeldan birini tanlay. Mistroq endi kichikroq. Oz top qoldi. Shundaqdimi yana javob beryapti-da. Demak, o'sha ulanmadagi modellarni o'sha yerda mang'uzalik degan gapda. Salom qilsam Pythonning gapini qilib chiqib ketib bordi. Balki oldin qatimdagi savol so'roqlarni esda tutgan bo'lishi mumkin. Endi mayada bir qo'shishning belgisi bor. Ana buni nima degan vaqtda ikki modelni biraqlam mang'uz qilib bo'ladigan bir holatga ega bo'ladi ekanda buningda. Hozir nima ish qotsa so'ray buningga. Ma'nodek anayt yaxshi bir iqtidorga ma'nodek o'xshamagan ikki supudagi o'xshamagan ikki modelda o'xshash savol so'rash orqali o'sha modellarni o'zimizlarning modellarni tanlashni osonlashtirib turgan bir iqtidor ekan bu. Endi bu yerda men kompyuter sal kuchaytirdi. Buning sababi ikki model tang mang'ashqa hamda buniki memori shunchalik darajada yeyilib mang'di-da. Shu sababdan kompyuterning kuchida surat shunga loyiq bo'lib qoldi hozirgi sharoit. Buni 3 nima qilib bo'ladi? 3 dona modelni sinab baksam, mencha bo'ladi deb o'ylayman, ammo kompyuterning o'zi xilbek kuchishi mumkin. Nima deb so'radim-da mana. Hozir 3 model bir aqlmayapti. Bek esil men shunday qo'ydim, yaxshi bir iqtidor hisoblanadi-da bu.
Mesela misol kelgan vaqtda bu yana shu Python'ga kirib ketib bardi bu. Endi yig'inchoqlasak, bu qitimliq videoda o'sha Alien Studio'dagi modullar bilan olamak modullarni ikkisini yig'ib bir o'sha tor ko'rg'uchimizda, ya'ni localhostning adresda bir necha ikki supudagi modullarni bir yerga jamlab ishlatadigan bir mashg'ulot supisini yasagan bo'ldi-da. Shu OpenAI ta'minlagan, shu OpenAI mulozimati orqali. Buning ortiqchiligi deganda eng chong ortiqchiligi shu ikki supudagi modullarni bir yerga yig'ib selektor ilib berish, shu orqali o'zimiz lozimligini qilib qolgan yutish degan qator qulaylik olib keladi ekanda ishlatuvchilarga nisbatan, ya'ni bizga nisbatan. Ana buning yana eng chong kamchiligi mening his qilganim, LM Studio'dagi modullarni qancha modul bo'lsa, qancha sinamoqchi bo'lsak, shu modullarning hammani o'rlashtirish to'g'ri keldi. Ya'ni load qilish to'g'ri keldi. Bundaq vaqtda bu modullar aktiv holatda turgan bo'ldi. Aktiv holatda turdi degan gap hisoblanmoq. Kompyuterniki memoriyasini yedi degan gapda. Ya'ni men hozir 2 modul, jami 12 gigalik memoriy hozir ishlatsam, ishlatmasam yelik holatda turib qoladi. Shu sababdan keyin qitim olamak modullar bilan birga selektor ilib borgan vaqtda maningdekda men yerda ishlatib bo'lgan 12 giganing ustiga o'sha olamadagi masalan 4 giga bo'lsa, jami gigalik modulni men selektor ilib borgan bo'lsam, jami yig'ilib 16 giga bo'ldi. O'sha 16 giganing hammasi, ya'ni mendagi GPU memorining hammasi tugaydi-da. Mana 3 qilgan vaqtda vaqt texim qo'shilib menib, va kompyuterning o'zininki memoriyasidan aylantirishga boshlaydi. O'chaqda texim aslab ketadi bu surat. Tajriba kelsak, buning kamchiligi nima degan vaqtda LM Studio'da o'sha ishlatmoqchi bo'lgan modullarning hammani aktiv o'tkazib qo'ygandan keyin kompyuterning sig'imini yeydigan bir kamchilik bor ekan. Bu deganlik bu AI modul ishlagan keyin memoriy %100 aniq xo'raydigan narsa, lekin olamadagidek ishlatsak xo'raydigan, ishlatmasak xo'rmaydigan holat LM Studio'da mavjud bo'lmaydi ekan. Chunki biz ishlatmoqchi bo'lgan modul bir qancha tanlab ishlatamiz. Shu sababdan hammani chiqaramiz. Hammani chiqargan vaqtda, hammani yuklagan vaqtda modulning sig'imi asosan memoriyni, ya'ni sig'imni izchil xo'ratgan holatda saqlab qoladi. Endi bu deganim bu AI modullari degan AIning modullari yana shu cho'ng hajmli til bo'loqlari. Mush narsa aniqlam GPUning memoriya, kompyuterning memoriyani xo'rtlagan narsa, lekin LM Studio'da xo'ratgan holatda garchi ishlayotganimiz bir modul bo'lsa, shundan tanlab 2 modul yuklagan bo'lsak, ishlayotganimiz bir modul xo'raydigan memoriyaning sig'imi bir modulni ishlatib 2 modulning sig'imini xo'rtadigan bir ahvol kelib chiqadi. Ya'ni shuni ko'z tutmoqchi. Olamaz bo'lsa unda emas. Yuklangan modullarning hammasi memoriy, ya'ni sig'imni xo'ratmaydi. Qantalgan bo'lsak, shular ma'noda holat keladigan bo'lg'achqa, LM Studio'dan farqi shu yerda kelib chiqadi. Andan keyin yana birisiga LM Studio bilan olamaning 2 supudagi modulni bayqidek WebUI'da mang'izgan vaqtda agar Mac kompyuter bo'lsa, masalan 16 gigalik memoriyasi bor, ya'ni VRAM'si bor Mac kompyuterni ilib bersak, LM Studio'dagi 2 dona 16 gigalik modulni yuklab bo'g'ishdan buni VRAM to'shab qoladi. Andan keyin olamaningki modullarini WebUI'ga yuklagan taqdirdami, ikkisini yoki uchini bir aql sinab olmaydi. Demak, nima demoqchi deganda, ammo Windows kompyuterda GPU'ningki memoriyadan boshqa kompyuterning o'zining ayrim memoriyasi bo'lg'achqa, GPU'ning memoriya to'shab qolgan vaqtda o'zining memoriya, ammo kompyuterning o'zininki aslan bor bo'lgan memoriyani aylantirib ishlatadi. Shu sababdan GPU'ning memoriya to'shab qolgan holatdami modullar yana asli bo'lgan bilan mang'adida, ammo Mac kompyuterda to'xtab qoldi ki. Endi mening LM Studio'ga kirishimdagi sabab, LM Studio modullar bir qadar ulama qaraganda xeli ko'p. Mana bo'lgandan keyin har xil modullarni o'zimiz sinab tushirib, ishlatib, sinab baqdik, o'ngishli bo'ldi. Endi bu qitimliq videoni shu yerda oxirlashtirsam, Allohga omonat.